Assalomu alaykum Surxondaryo ahli, assalomu alaykum Maykler Otobi YouTube kanali muxlislari. Bitta yurakchani, ekranchani qizartib, like bosib qo'yasizlar. Hozir esa sizlarga men Termiz tumani Qirillik Afg'on kollejiga yetmay, shu yerda o'ngga qayrilsalarni Termiz shahridan kirib kelganlaringda 1 kilometr kirganlaringda umumiy maydon 12 sotuq bo'lgan uchastkani sotuvga chiqaryapman. Albatta reklama maqsadida kelib turibmiz. Hozir esa yashash uchun esa 7 xonadan tashkil topmoqda. Lokatsiyalar Telegram ijtimoiy tarmoqlarga tashlab qo'ydim men. Kimga kerak bo'lsa kelib bemalol ko'raverasizlar. Ichki shart-sharoitlar barchasi qilingan mana. 3-xonamiz bu. Bu tomonga yuradigan bo'lsak, mana bu yerda 2 ta xonamiz, xomushdan ko'tarilgan barchasi. Bu yerda bitta gaz yo'q, hozircha bolonda. Suv, svetdan, mo'may ariqdan suvi, kran suvi, qolaversa kacherlar hammasi. Bu yerdan esa aslida katta mehmonxonaga o'tsa bo'ladi, 8 ga 5 metr qilingan. U esa hozir remont talab, kuxnya sifatida foydalanib kelinmoqda shu kecha kunduzda. Umumiy esa yashash uchun 7 xonadan tashkil topgan. Hovlilar bilan ham tanishtirib o'taman. Mana mehmonxona, bu yerdan ham alohida eshik bor. Mana bu yerda navischamiz. Bitta yengil avtomashinani bemalol sig'dirsalar bo'ladi. Mana bu esa 7-xonamiz. Buni do'kon sifatida ham foydalansalaringiz, do'kon maqsadida foydalansalaringiz ham bo'ladi. Bu tomonlarda ko'ringlar, mana fundamentchalar tashlangan oshxona, hojatxona, banni, kladovka hammasiga planirovka qilib tashlangan. Qirillikda bo'lib turibdi. Uni yurmak. Maktab, bog'cha so'raganlarga Hamza maktabiga boradi yoki mana bu yerda salgina yuradigan bo'lsak, futbol interneti bor. Bu tomonlarga esa mana qo'yxona, tovuqxona, hojatxona shunaqa. Mana bu yerda esa olapircha ham soyada yotibdi. Qanday oshna? Zo'rmi? Mana ko'ringlar, soya salqinday. Alqisa chegara daxlsizligi hammasi bor. Zaborlar aylantirilgan. Bu yoqqa ham mana fundamentchalar tashlangan ekan. Ariq suvi knopka deyishdi. Kelinglar, maslahat qilinglar, egalariga bog'laninglar. Egalar nomerini opisaniyada qoldiramiz. Reklama sifatida keldik. Narxi 600 million so'm deyildi. 400 million so'm bersanglar 200 millionni kutiladi. Variant ajdaniyasi bor. Yoki-da bo'lmasa xohlaganlaringdek barter ham bor mashinaga yoki domga deganda. Ozgina ishi bor, ko'rib turibsizlar. Fasadlar to'g'irlash kerak, tunukoxon, alikafon qilish kerak deganda qilasizlar-da endi. Kimga qanaqa fasad ma'qul bo'lsa, o'zlaring qilib olasizlar ertaga. Chegara mana hammasi zaborga aylantirilgan. Hozir esa bir ko'chalar bilan ham bir tanishtirib o'taman. Katta M41 avtomagistraliga chiqish uchun 1 kilometr yurasizlar. Ko'p ham uzoq emas. Mana shu ko'chadan kirib keladigan bo'lsak, M41 avtomagistraldan kirib kelasizlar. Afg'on kollejiga yetmay o'ngga qayrilamiz. Lokatsiyalar tashlandi. 1 kilometrcha, 900 metrcha yurasizlar ichkariga. Mana 12 sotiq 7 ta xonadan tashkil topayapti. Bu yerda ariq suvi deysizlarmi? Kran suvlari ham bor ekan. Hozircha ko'chalar tosh qilingan. Bu yerda esa mana chegara. Qo'shnilar hammasi ahlinoq. Bemalol kelib savdolashasizlar yana egalar bilan. Yo'q. Sizlarga barakotli savdolar tilab qolamiz. Kimda reklamaga ehtiyoj sezilsa, bizga bog'laninglar. 99 kodi bilan 676 0517 WhatsApp, Telegram ishlaydi. Qiladigan ishlaring mana fasadlar qilasizlar, bir tunukoxon, alikafon degandek. Hokazo. Mana bu yangi darvoza yaqinda qo'yilibdi o'zi. Angardan zakaz bilan kelgan. Sizlarga sog'lik, salomatlik, o'zlaringiz ehtiyot qilingizlar.